Neden? Qandaroq bu mashina bo'lamdi-ka? Ha, buldi-ka. Bahası neç buluna? 300 ming. Nima? 300 mingmi? Agar bank qarz qilib sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'simi eng tuvan chekda bajarib beramiz. Rasmiyat taqilmaydi. Ma maşına kaç var? 1,200 ming. 1,200 mi? Be fine music. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizmi mashina qilib kelganmi? Yo'q, men sotqil kelgan. Qaysi mashina men olay? Teshik to'xtatib. Jurg'anda o'smay ko'rib boqay. Xo'sh, mashina shu. Ha. Men chiqib baqsam bo'lamdi? Ha, bo'ldi. Qandaroq? Ha, bildi-ken. Radiosning signal qabul qilishi nihoyat yaxshi ekan. Labaschu. Labasin demay qo'ying, labasning tuvanabasi nihoyat yaxshi ekan. Qiqas ekan bu. Bu mashina og'li uzun bo'lmaydi deydi-a. 50 ming mangdi. Ha. Ya, hech qisi yo'q. Qasam qilmadim. Mening mashina qayersim bo'lganda shu u yerga qarab boqqim keldi ekan. Mashinamni ko'rdingiz, ham sinab boqdingiz. Yerdimi mashina? Bu yerda? Bahası neç buldu buna? Shu sizga 210 ming qo'yib beray. Nihoyat muvofiq dedingiz. Shu men bunda bir qimmat mashinaga vaqtimda cho'nglar masalasi boqay. Ha, bo'ldi. Hey, qanday bo'ldi? O'chkilar qo'shildimi? Ha, qarang bu mashina sal biz deyishgan badni sal yuqorilab qoldi. Voy, yo'q, shunday mo'piq dedim-ku sizga. Endi bu mashinaning yo'l yurish musobaqasini qolgancha o'zgarib qoldi ekan qarang. Uning ustiga bu mashina bir qatam so'qalgan mashina ekan. Nimaga asosan unda deysiz? Bu mening uzun yillik mashina ilish tadqiqotimga asoslanganda cho'qim shundoq. Bo'pti, qarang. 210 ming demay.
200 mingni bering ha. Sizga eng Shundaq bo'lgandikin buni 170 ming biram. Ya sal töven bo'lib qoldingmi? Ha, vay adash yaxshimi? Shu men hozir mashina sotqil chiqqandim degina. Buldu hamsa, sat oldi. Ha. Vay men amal qilay dedim qo'y sana. Shu qarang, qazib qolmagan bo'lsam-mu, bunda japatat mashina setib shurmaydim. Ammo degan ma'li ilinga bo'pti. Sizga shunday yarashdi bu mashina. İgisini tapdı edin ha? Naq dediniz. Endi men mashina boshqa haq satsam, sotma qarang. Ondan siz aplik etib, ertaga bir xo'go-mo'go yeyish olsang yemiz. Shundaq bo'lgandikin buni 170 ming biram. Töven bo'lib qoldingmi? Bir ishingiz chiqib qolsa, ha deyishamiz. Ha, unda olsa bo'pti, ma'qul kelishdik. Ma'qul unda o'sman berib pul akilay. Ne bo'ldi? Zakalat pul berasiz? Zakalat? Ha? Mana. Xotirjam bo'lma, hozir qaytib kelma. Hozir kelma. Bo'ldi, keyin ko'rishaylamsan, ma'qul xo'sh. Hammashini sotdingizmi? Voy yo'q, u men yerimga ahmoq qoldi, u mashina tadqiqotchi, men pul berib qo'ying ha. O'yinchiq mashina saydab o'ynasin. Qani oqsol ketdimi? O xafa bo'lib ketib qoldi-ku. Dirizamı çıkıp vitime Ni Leyla Nava Leyla Mehmet'i mutlu Leyla Kodemeyi yıpın Ürümçide oynanıgar No Şok oynanıgar Ya güzel kara peysi almamda. Memma? Sokup ettin mi maşinamı? Neden? Nada filmimizni yoqtirgan bo'lsanglar, tarqatib qo'yishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Barcha do'stlarni yaxshi qo'llab tarqatib qo'yishni chin qalbimizdan umid qilamiz. Neden?